Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmati bilan mana muborak Ramazon oyiga ham kirib keldik. Inshaalloh bugun mana bu qurbonligimizni bir birodarimiz shu Ramazonning birinchi kunida so'yib, chodirlarda yashayotgan faqirlar uchun iftorlik taom tayyorlab tarqatishimiz uchun mablag' yuborgandilar. Inshaalloh bizlar ham mana bu qo'yimizni sotib oldik. Inshaalloh hozir so'yib iftor uchun taom tayyorlab, chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, faqirlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo birodarimizni qurbonligini qabul qilsin va mana bu muborak Ramazon oyidan gunohlardan pok holatda chiqishligini nasib aylagan bo'lsin. Ramazon aqbil fal qulub maridatun wan nur amsa khafitan bikayan. Mana Allohning fazli va rahmati bilan Ramazonning birinchi kuniga ham yetib keldik va bizlar ham ko'rib turganidek Muraqaba xayriya jamoasi o'laroq mana bu muborak Ramazon oyida ham chodirlarda yashayotgan faqirlarni, muhtojlarni sevintirishlikda, ularni xursand qilishlikda davom etamiz inshaalloh. Bugun Ramazonning birinchi kunida mana ko'rib turganlaridek bir birodarimiz qurbonlik so'yib va qurbonlikning go'shtiga taom tayyorlab chodirlardagi mazlumlarga ulashtirish uchun mablag' yuborgandilar. Bizlar ham qurbonligimizni so'yib oldik va mana bunday taomlarimizni tayyorlab olyapmiz. Alloh taolo birodarimizni ihsonini qabul qilsin va mana bu amali sababli Alloh taolo u kishini Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Inshaalloh hozir taomlarimizni tayyorlab iftorlik uchun mana bu taomlarni ulashtirib beramiz mazlumlarga. Agar sizlar ham o'z ihsoninglarni, sadaqanglarni, zakotinglarni mana bunday chodirlarda yashayotgan faqirlarga, muhtojlarga, yetimlarga ulashtirishni istasanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin inshaalloh. Ramazon aqbil fal qulub maridatun wan nur amsa khafitan bikayani. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. Mana ko'rib turganlaridek hozir iftorlik taomlarimizni ulashtirish uchun chodirga yetib keldik. Birodarimizni qurbonlik go'shtlaridan taomlar tayyorlab inshaalloh mana bu chodirlarda yashayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan, mana qishning sovuq kunlari o'tib ketayotgan bo'lsa ham juda og'ir kunlarni boshidan o'tkazgan mazlumlar uchun mana bu inshaalloh Ramazon oyida, muborak Ramazon oyining birinchi kunida iftorlik taomlarimizni ulashtirib beramiz. Alloh taolo ihson qilgan birodarimizdan qabul qilsin va ihsonlarning sababli Alloh taolo Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham mana shunday chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, muhtojlarga o'z yordamlaringizni ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin inshaalloh. Birinchi muborak Ramazon birinchi iftorligini ulashtiramiz. Qani bismillah. رمضان 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 قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيراني. فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن. رمضان أقبل فالقلوب مريضة